Libo yoshdan so'rasiz, men deydi, tijoratchi bo'laman, tijorat qilaman, savdo sohasida. Yaxshi, nimaga? Payg'ambarimiz tijoratchi bo'lgan deydi. Lekin shunaqa hadis bor ekanki, Xudo bandasini yaratdi va unga tarbiya berdi. Tarbiya bermoqlik yaratganning kasbidir. Ya'ni o'qituvchilik yaratganning kasbi. Kimda kim yaratganning kasbini yerga ursa, u odamning biri ikki bo'lmaydi. Qarang, 21 yoshida Istanbulda 100 yillab, 1000 yillab ololmagan joyda 21 yashar bola Fotih oldi. Fotihning yonida doim ustozi Oqshamsiddin bo'lgan. 1453 yil fevral 25-yil qor, loy aralaq yog'ib yotdi, oppoq otda chiroyli Istanbul Fath kirib boryapti. Juma kuni namoz o'qishga boryapti. Va ketayotganda ustozi Oqshamsiddin otini oyog'idan loy sachrab, podshoh 21 yosh shohdi, oppoq qoladi, qop-qora loy bo'lyapti. Fotih jallod deyapti. Ustozi biladi, kallam ketadi o'lim, kallasini ko'zini yumib, kallasini yeyapti. Jallod deydi, buyuring shohim desa, ol bu xalatni saqlab qo'ygin deydi. Men o'lganimdan keyin deydi, tobutimning ustiga yopasan, chunki ustozimni o'zini emas, otini oyog'idan sachragan loy ham men uchun buyuk bir, ya'ni tobutning yopinchig'idir deydi. Ustozim shunchalik hurmat qilgan. Hozir kim hurmat qiladi?